oy hilol bo'lish arafasida. Ramazon sharif eshigimiz ostonasida turibdi. U shunday bir oyki, xonadonlarga barokat bo'lur, quyosh bo'lur, sevinch bo'lur, zavq va shavq bo'lur. U shunday bir oyki, dasturxon yozgan ham, u dasturxondan yegan ham farahlar. U shunday bir oyki, islom olamining qadr kechasini saqlaydi. Robbim bu oyning ne'matlaridan bizni mahrum etmasin. Amin. Amin. Bizni bayramga har bir Ramazonning o'zgacha rangi bo'ladi. Ramazon turli fasllarga to'g'ri keladi. Bir Ramazonda sersuv tarvuzni sog'inib qolasan. Bir Ramazonda qish holvasini. Siz bugun nimani sog'indingiz? Men faqat Ramazonni sog'inaman.